Hurmatli obunachilar, siz bilan bugun yana bir ajoyib taom tayyorlaymiz. Bugun men tayyorlaydigan taomimda qiymalangan go'shtdan, maydalangan go'shtdan foydalanaman. Buning uchun go'sht, demak, chop berib oldim, piyozni maydalab, buxanka non, universalniy aralashma, bir dona tuxum va tuz kerak bo'ladi. Avvalambor bismillahir-rahmonir-rahim deb qiladigan ishimiz mana shu barcha masalliqlarimizni tayyor qilib aralash va hosil qilamizda undan chiroyli qilib kabobchalar tayyorlay olamiz. Tuz solib olaman. Non, demak, buxanka non o'rtasini uvitmasdan o'zini soldim. Mana piyoz va tuxumni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Obunachilarimiz xuddi mana shunday ko'rinishda nachinka taxlab oldik. Aralashtirib, buni yaxshilab aralashtiramizda. Aralashtirganimizdan keyin bundan kichkina shashlikchalar yasab, qo'limiz yordamida taxlab olamiz. Kichkina mana shunday ko'rinishda kabobchalarimiz taxlab oldik. Endi buni va mana bu artilgan kartoshkalarimizni orqa oldi qizil bo'lguncha qizigan yog'da qizdirib olamiz. Kartoshkamizga ozroq tuz sepib olamiz. Bo'ldi. Solib oldik. Yaxshilab qizarguncha pishirib olamiz. Kartoshkamiz tayyor bo'lguncha mana bunday qilib bu kabobchalarimizni ham orqa oldini qizartirib olamiz yog'da. Narsalarimiz qovurib taxlab oldik. Endi navbat kartoshkamizga. Tayyor bo'lguncha bitta dona qizil bolgarskiga bitta piyoz va bitta pomidor to'g'rab olaman. Bolgarskini cho'rburchak kubikcha qilib to'g'rab olaman. Mana shu ko'rinishda. Bitta dona bolgarskiy yetadi. Pomidorni ham xuddi shunday to'g'rab olamiz. Kubikcha qilib, piyozimizni esa mana shunday kattalikda to'g'rab, mana shunday ko'rinishda olamiz. Mana obunachilar taxlab oldik. Endi hammasini buni bitta idishga solib olamiz. Mana shu solib olamiz. Ozgina tuz, sizga qarab ziravor va bir qoshiqcha soya yog'ini solamiz va hammasini birgalikda aralashtirib olamiz. Mana shu ko'rinishda aralashtirib qo'yamiz. Kartoshkalarimiz qizarib, usti qaqildog' bo'lib qovurildi. Endi buni yog'ini ozroq kamaytirib olamiz. Endi bunga tayyorlagan sabzavotlarimizni solib qovurib olamiz. Buni ustidan bitta qoshiq don solib olamiz va bitta aylantirib olamiz. Tayyorlab bo'lgan kaboblarimizni solib olamiz. Bitta kosada suv solib olamiz. Bitta kosada solmadimmi, ozroq qoldi. Mana shu ko'rinishda solamizda yarim soatga qopqog'ini qo'yib dimlab qo'yamiz fasalovda. Garniriga qo'shimcha qilib taomimizga ozgina yog' solib oldim. Endi yuvib tozalangan guruchimizni ozroqgina yog'imizga qovurib olaman. Guruchimizni solib ozgina qovurib olamiz. Unga botadigan qilib suv solib olaman va yarim qoshiqchada tuz solib dimlab pishirib olamiz. Obunachilarimiz, guruchimizni dimlab pishirib oldik. Guruchimiz tayyor, pishdi. Endi ovqatimizga navbat. Ovqatimiz ham mana juda ham ajoyib bo'lib qaynab pishyapti. Mana obunachilarimiz, garnirli ovqatimiz tayyor bo'ldi. Siz ham uyda tayyorlab ko'ring. Marhamat.